bilasizlar, xabaringlar bor. MCM Style, MCM Midnight'lar 50% ni to'lasanglar, 11 oyga rassrochkaga chiqyapti. Bu degani bosh to'lov qilishingiz kerak bo'ladi rassrochkaga. 81 millioncha to'lov qilsanglar 11 oyga 7 million 96 ming so'mdan chiqyapti MCM Style'lar. Xo'p, endi qaranglar, agar sizlar rassrochkaga emas, avtokreditga oladigan bo'lsanglar, buni 50% to'g'ri keladi bizda sug'urtalari bilan. 76 million deylik, 76 million sizlar to'lov qilsanglar, 6 million 784 ming so'mdan chiqar ekan MCM Style'imiz. 6 million 784 ming so'mdan sizlar agar avtokreditga oladigan bo'lsanglar, bu skidka narxda bo'ladi. Ya'ni 12 oygacha olsanglar bo'ladi. 81 million 408 ming so'm pul bo'ladi. Bosh to'lovimiz bo'lyapti bizda 76 million. 76 million mana bosh to'lov qilyapsizlar. Sizlarga 157 million 408 ming so'mga tushyapti. Mashina 12 oyda sug'urtalari va bizani beradigan bonuslarimiz bilan mana shu MCM Style'ni 12 oyga olsanglar 157 millionga sizlarga tushyapti. Agarda sizlar rassrochkaga oladigan bo'lsanglar, qiynalib 7 million 96 ming so'mdan oliy to'lov chiqadi sizlarga. Qiynalib yurasizlar. Misol uchun 11 oy ko'paytiramiz, bosh to'lov qilamiz. Hop, 81 millioncha to'lov qilasizlar sug'urtalari bilan. 159 million 56 mingga chiqyapti mana shu mashina, 156 millionlik mashina. Farqi nimada? Nima uchun bunaqa bo'lyapti deydigan bo'lsanglar, kreditda foizi bor-ku, bu o'zini puli desanglar, kreditga olsanglar bu mashina 10 million skidkada chiqyapti sizlarga. Rassrochkaga olsanglar yoki pashatilgan foizga oladigan bo'lsanglar kreditga, bu mashina o'zini narxida chiqyapti GMdan. Men sizlarga maslahat beraman, 165 million rassrochkaga olgandan ko'ra mashina 15 million skidkada 12 oyga avtokreditga olinglar, sizlar foydada bo'lasizlar mana shu mashinadan. Ko'pchilik meni kiyotgan odamlarga men hisob kitobini qilib beraman, mana shu mashina ma'qul bo'lyapti avtokreditga. Yana sizlar 1 yilga olmanglar, 11 oyga olmanglar, 24 oyga olinglar. 4 million atrofi oylik to'lovingiz chiqadi 50% berganingizda. Zato maza qilib oylik to'lovda qiynalmay 1 yilga emas 2 yilga olasizlar. Yana 15 million skidkasida olasizlar shu mashinani. Men sizlarga maslahat bera olaman shu. 24 oyga olinglar, rassrochkada 11 oyga osilib olmasdan, 5 skidka narxda emas, skidkalikda 24 oyga olinglar. Ancha vigidni bo'ladi sizlarga. Taksi mana Style'da ham Midnight men maslahat beraman. 15 million skidkada olganinglardan ko'ra 10 million 15 million skidka bor. Rassrochkaga olsanglar yo'q u skidka, o'zining narxida chiqadi sizlarga. Kelaverasizlar, ishinglarni 1 soat 1,5 soatda hal qilib chiqarib yuboraman bonuslar bilan. Kelaverasizlar.